Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Furqat tumaniga, Farg'ona viloyati Furqat tumaniga yangi 200 kvadratlik kristal kotelni yetkazib berdik. O'zimiz sinab, isitib berib ketyapmiz. 200 kvadratli, 40 minutda 200 kvadrat joyda 65 gradusga olib chiqdi. Uydagi batareyalar holati ham yaxshi. 200 kvadrat joyga mana даже 250 litr suvni isitib 40 minutda 65 gradusga olib chiqdi. Hozir uyda ichidan video qilamiz. Mana uyda ichidan obzorimizni davom ettiramiz. Qo'llarni kuydiradigan batareyalar, ko'z tegmasin. Kotel kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.